Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz ta harfining bir tuğan do'sti, qardashi bilan tanishirmiz. Naq ta shekilli yoziladi u. Amma aytganimcha ayirib tura bari tik bir narsa nuqta. Shu nuqta ondan yoziy narsa va. Va. Qati va ovozin. Biz bitta tanishdik. Narsa bilan? Z bilan tanishdik. Z bilan ham bugun tanishamiz va ovozi bilan. Tilning o'rta yeri tish, ustidagi tishning olg'i yerini ham va degan ovoz chiqadi. Va. Va, zi, zu. Naq ta shekilli yoziladi. Bir narsasida o'zgarmay, boshqa harflar kabi shulay boshida da shulay yoziladi, o'rtasida da, oxirida da. Barcha qo'yib chiqamiz nuqtag'ini. Va. Va, zi, zu. Boshqa harflar bilan biz qarab ketiramiz. Masalan, van, 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 van. Предположение. Van. Шулай бит. Masalan, boshында bo'ldi, shulay bit. Hozir qarab, hafiz. Masalan, hafiz oxirida. Hafiz. Hafiz. Oxirida nechik keldi? Hafiz. Shulaymi? Hafiz. Ya'ni bir og'irlig'ida yo'q. Shu harfning butun ilishi deyik, shu yo'lning siziqning ustida illalamagar narsa ayira t harfigina. Qolgan bir nindida ayirma yo'q. Shunga ko'ra bu harfni yodlarga da, yozirga da bek yengil. Har bir 2-3 yo'l va o'zini yozsak, 1-2 yo'l tutashtirib yozsak, bo'lay aytib, ham 1-2 yo'l endi oxirdan kelgan şey yozsak, biz endi va harfini ista qoldiramiz. To bilan zoni butamasqa endi shu bir nuqtani. To endi u nuqta bilan va. To va. To va. To va. Ya'ni toza. Toza degan so'z chiqadi. To va. Valata ana shu nuqta. Subhanaka va bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.